Hozirgi kunda kuzatib turibmiz, Shovotni bo'ylarida ya bir ko'llarda baliq tutishdan avjina chiqqan. Baliq tutadigan bratlarimiz uchun bo'lsa, bizning ajoyib taklifimiz Urganch supermarketidan hozir bizlar shunday palatkalarimiz sotib olgan. Har xil razmer, har xil kattalikda bizda har xil narxda sotuvda mavjud. Sizlar bilan hozir birma-bir narxini ko'rib chiqamiz. Ishi ko'rib turgan ixchamligini sumkangizga sig'ib ketadigan ish palatkalarimiz to'g'ri o'yladingiz. Shuncha katta palatka ish sumkaga sig'ib ketadi. Razmeri bo'lsa, bu yozib qo'ydi 250 sm ga 250 sm bo'ladi, balandligi 160 sm bo'ladi va 503 kilogramm og'irlikka ega. Narxi bo'lsa 1 million 200 ming so'mdan palatkamizni sifatini, ichlarini, kengligini ko'rishlaringiz mumkin. Baliq tutmoqqa borganda endi shamolda ya bo'lmasa yomg'irda qolib ketmaysiz. Shuning ichida ajoyib atib o'ngishsangiz bo'ladi. Va bu ko'rib turgan palatkalaringiz salkam bir komnatali uyni xonasini deng. Ko'rishlaringiz mumkin 3-4 lik razmerda bo'ladi va buni yana tentlari hattoki immunitet naves bo'lib ham turadigan xususiyati bor. Narxi qiziqmi? Diqqat etinglar, like'larni bosib turinglar. 7 million 200 ming so'mdan Urganch supermarketidan xarid etsangizlar bo'ladi do'stlar. Sifatlarni ajoyib, gap yo'q. Yomg'ir, qor hech narsa o'tirmaydi. Bundan tashqari bularning hammasida o'zini oyna tarafi ham bo'ladi. Oynalari zamok bilan beklangan bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ichan-deshandan oynasi shunday beklanadigan xususiyatga ega. Videoni baliq tutishga qiziqadigan hamma donishlarga tarqatib qo'yinglar.